Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa yana bitta navbatdagi ijodda o'z nihoyasiga yetkazdik. Ko'rib baho berasizlar. O'zlaring fikrlaringni kommentariyada bildirib o'tib ketasizlar do'stlar. Mana shunday holatda. O'ta idealniy holatda deydi. Ayollarimiz nima deydi? Orzusidagidek bo'ldi deb o'ylayman. Shunday holatda. Dizaynlariga ham alohida baho berib ketasizlar. Yoqsa bitta like. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham do'stlar, albatta nomerlarni qo'yamiz, aloqaga chiqinglar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab inshaalloh borib qilib beramiz. Ko'ringlar va mazza qilinglar. Prosta super deydi. 3 taga bitta mo'ri tanishtirib boraman. 3 metrlik рабочий stol, 100 talik, 22 talik, 60 talik, 16 talik tandirlarimiz mazeykalar bilan hamda birga bir tunukalari bilan. O'ta chuqur qilib yasatsalaring, mana shu tunukalarni, xudo xolasa. Nima deydi? Tutun chiqib ketmaydi-da. Aqabaqa yonlaridan chiqmaydi, prямо mo'rining o'zidan chiqib ketadi. O'ta ideal holatda. Yoqqanmiz, yoqib tekshirib ham bo'ldik. Yana bitta o'zimni obunachilarimizga ko'rsatib qo'yaman deydi-yu. Kichkina mana shu bilan ham yoqib qo'yib yuboraman. Bo'ldimi? O'ta ideal ne bo'ldi. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarni ham eslatib o'tamiz, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Narxlarini aytib o'tganmiz, do'stlar. Bitta ko'rib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, like'larni yamaymiz.